Assalamu alaykum dünyanın arkadaşları şahbazgan aziz vatandaşlar hemmelerine pidayı dostlarına Ahmet Kaşgary'dan otlu salam ali ehtiram. Pidayla ekranına hoş geldinler. Bugün pen texnik dünyasındaki yenilikler namlı programımızdaki 8. sani turuptuk. Bugün hemmelerninki kelgisi dünyamızla alakadar boğan pen texnikininki bugün bütün sahalarda asasen zikir kılınavatkan bir mezmunla inşallah ortaklaşımız. Ekranımızda bu iş için alayda küçep, özünün vaxtını, zehnini sərf qılıb, xalqımızın moşu sahədəki mənfəətini qılışını nəzərdə tutub, alayda vaxt acartıtqan doktorlarımızdan Erkin Sıdıq Efendim var. Selamun Aleyküm. Hürmetli Erkin Sıdıq Efendim, hoş geldiniz. Ve aleyküm esselam. Nayet hoş buldum. Bu fırsatını yaratıb verdiğinizge. Sizden ama alayda vaxt acartıp, aldıraş vaxtlarınızdan bu kıymetli vaxtınızı bu pidayla ekran arkalı halkımızga mezkur mesele hakkındaki izlenişlerinizle ortaklaşkan oluşun köp rahmet. Allah ecriniz versin. Programga kirişki alakadar bir kiriş söz başka narsa bulmasa bevasita direkt nimege ötemdik asıl mezmunga vaxtımızdan tutuş. Uludu. Ben bu bugünkü asaslı mezmun Elon Musk'nınki SpaceX degan şirketi var. Bular hazırmış osmonga jami 12.000 sun'iy amra chiqarmoqchi edi burun planni. Buni boshlagan 2018-yili. Hozir 400 dan ortiqdan chiqarib bo'ldi. Men rasmiy gapga kelishdan burun shu qarindoshlarga tunishib bo'lgan GPS sun'iy amrasi haqida oz so'zlab beray. Nima desanglar, men bu sohaga kirgili bek uzun bo'lib ketdi. 1983-yili 1-oyda men Xinjiang Universitetidagi elektr injenerlik kasbini tugagan. 82-yili o'qish bitirish maqolasi yozdim men shu maktabda. Shu chog'da maktabdagi bizniki fakultetniki mudiri Sultan Jambulatov muallim, bizniki sinf mudirim Sharif muallim, har ikkisi qozoq millatidan bo'ladi. Bizim bu yerda nayetli kuchli professorlar bular. Shular mening shu mikrodolqin sohasida bir bo'shliqni to'ldirishga Xinjiang ayirgan. Nimishqa deganda bu sun'iy amralarniki hamsi aloqalishlari shu mikrodolqin orqali bo'ladi. Bizim uçaqda, biz maktabda bu kasbni qilgan odam yo'q. Bu kasb biz biroz tez. Dunyoda danqi var. Bu sohani o'tmak tez. Ötmek test, ürenmek test, işletmek test deydiğen danqı var bu kasbniki. Şu çağda meni arıb men maqolani shu hozirgi GPS'niki 24 sun'iy amrasi haqida yozgan shu çağda. Uni ilmiy maqola degili olmaydi, bilimni umumlashtirish xarakterlik narsa. Lekin nayt uzun bir parcha maqola yozib shu chaqdagi mikrodolqin sun'iy amra texnikasidagi yeniliklarning hammasini shundan kirgizgan. Shu chaqda men GPS'niki 24 sun'iy amrasi to'xtalgan. GPS'da jami 24 sun'iy amra var. Men sizga bir rasm atib qo'ydim edi. Uni ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi, WhatsAppga atib qo'ydim. Bu 24 sun'iy amra yer sharini har 12 soatda bir qatam aylanib turadi. Yer shari ustidagi har qanday bir punkit bir yil vaqtingizda 4 sun'iy amralardan kelgan signalni qabul qila oladi. Bu 4 sun'iy amradan kelgan signallarniki vaqt farqi var biraz. Hatta bu başka yeryüzündeki qabul qiluvchilar bu 4 saatlar sun'iy kelgan signalni qabul qilib, shu orqali shu qabul qiluvchiniki o'rnining nada ekanligini aniq hisoblab chiqarib oladi. Xatolik darajasi 1 metrdan oz. Masalan, siz bir jangalga berib, bir telefon bilan, yonqin bilan GPS orqali aloqa qilsangiz, sizning o'rningiz haqidagi ma'lumotniki xatolik darajasi 1 metrdan oz. Hatta qilib Shunga bu sistemniki tunji qatimliq sun'iy amrasi 1978-yili osmonga qo'yib berilgan. Men maqolani 82-yilda yozdim. Shu chog'da bu qurilishlar tipriga berib qoldi ekan. Hozir endi bizniki GPS degan narsani hammamiz keng ko'lamda qo'llanamiz. Bu GPS deganda 24 sun'iy amra bor. O sun'iy amralarniki biz bilan bo'lgan egizligi 20 000 kilometr. Yer yüzüdən bo'lgan egizligi 20 000 kilometr. Hatta bir egizlikda 24 sun'iy amra yer sharini aylanib turdi.
Biz shu signalni qabul qilib bu ishni qilyapmiz endi. Endi hozir bu texnologiya bir yangi bosqichga qarab mandi. U nima degan chog'da SpaceX degan shirkatni qurgan, Tesla shirkatini qurgan Elon Musk degan kishi shu natijadagi 2012-yili ma'lum apartman degan GPS'niki 24 nomerasi ma'lum. GPS'ning nomerasi mustaq taqsimlangan yer sharining atrofiga 12 soatda bir qatam aylandi. Endi keyingi betga yo'singiz bo'ladi, meniki PowerPoint'niki ikkinchi betga yo'singiz bo'ladi. Elon Musk 2012-yili osmonga 12,000 sun'iy amrani chiqarib, butun yer sharini internet turi bilan ta'minlash planini o'tirib qo'ygan. 2013-yili bu planni dunyoga echib degan gap, menda mana bir ideya bor. Mushni qilaman deganlar kim qilsa bo'laverdi degandek. Bu ideyaga patent huquqi olmay, agar musada kim ish qilmasa mayli degandek bir narsa o'tirib chiqargan. Shundan keyin Tesla bilan SpaceX shirkat birlashib, shu 12,000 sun'iy amrani olam boshlig'iga chiqarish planini o'tirib qo'yib, shu ishni olib beryapti. Buniki dastlabda 2 sun'iy amrani chiqargan osmonga. Undan keyin bir necha qatim 60dan har qatimda 60dan sun'iy amrani chiqarib, hozir osmonga chiqarib qo'ygan sun'iy amraniki soni 482 bo'ldi. Agar PowerPoint qo'yman desam, ikkinchi betida hozir men. Hozir endi taraqqiy qilgan ellarda internet turi umumlashib ketgan. Shuni biz ancha uqmaymiz. Bizda hamma internet bor deb o'ylaymiz, lekin hozir yer shariniki internet signali bilan qoplanish nisbati 50%. Yer sharining 50% joyida signal bor, qolgan 50% yerda signal yo'q ekan. Elon Muskning plani bütün yer sharini sun'iy amralar bilan qoplab, shu orqali signal bilan ta'minlash. Resimda ko'rsatilgani shu 12,000 sun'iy amraniki yer sharini qoplagan vaqtidagi o'rni. Shu o'xshamagan siziqlarniki kesishgan yerda birdan sun'iy amra bor. Ashtaq bo'ladi. Bunda bo'lib qolsa atmosferaga daxl keltiradigan ekologiyalik tamponliq buzadigan ahvolda bo'lmamdi ekan? Yo'q, unday bo'lmaydi ekan. Nima qilsangiz bu osmon koinot bek cho'ng. Gerçi mağarasında qarsangiz bu sun'iy amralar bir-birisi uchib qolgan. Bir to'ning ichiga yer sharini so'rab qo'ygan. To'g'ri ko'rindi. Lekin mushu rasmdagi ikki sun'iy amraniki qo'shnish sun'iy amraning eng yaqin orlig'i 560 kilometr. Shundaqda bir sun'iy amra Ürümçide olsa, yani birisi Bügür'de degan gapda, Bügür'de degan gapda, ashtaq bo'ldi. Ashtaq boshqa bu koinot bek cho'ng, aslan bek cho'ng boshqa marisni bunda ko'rgan bilan amaliyotda unda yaqin emas. Shundaq anandan shundaq qilib aslida 400 sun'iy amrani chiqarib qo'ysa osmonga, yer sharini asosan qoplab qo'yilib bo'ldi ekan signal bilan. Hozir albatta men degandek oxirgisi shu 4-iyun kuni chiqarildi. SpaceX'niki Falcon 9 degan raketasida bir qatim bilan 60 net chiqdi bu. Chiqib arkada başlab qo'ydi hozir endi. Ashun bilan hozir osmondagi sun'iy amraning soni 482 bo'lib qoldi. Men degandek, ob'ekt degandek, buniki oxirgi nishoni sun'iy amraning sonini 12,000 qilish. Endi keyingi batga o'tsak ham, ma'lumda shu sun'iy amraniki raketaga qachinish ahvoli ko'rsatiladi. 3-betga o'tsangiz. 3-betda ma'lum o'ng tarafdagi rasm shu. Sol tarafdagi rasmlar shu yer sharidagi tasnish ahvoli. O'ng tarafdagi bir raketa. Shu raketada 60 sun'iy amra bor. Men burun bularni bu sun'iy amralarni kichiklikdagi sun'iy amralar deb o'ylab ekanman. Hozir mini satlaydi, buni qalqon bo'lganlar sun'iy amralar bor-ku. Ashtam bizdan bu unday emaskan, bu unday kichik emaskan. Her birisiniki ağırlığı 260 kilogram etrafı ekan, her birisiniki ağırlığı. Ama mavi, şu 6. ayının 4. günü aslan başlığı çıkarılan raketadaki ahvalga o'xshaydi mavi. Bunun üzerine emas, masa burunqisi, lekin muşundaq 60 sun'iy amrani qachilab asmonga chiqdi.
Hani keyingi bet görsek yine bazı resimler var. Keyingi bet görseniz. Bu yerde ama on tarafdaki şu Sünni Emrah'daki asmandaki görünüşü. Qarasanglar Sünni Emrah'ın yüzü pek çok emas. Onunki o quyosh energiyasini tok aylandırdıgan antenna, tok çıkırdıgan taxtayda. Bu nayt çoğ. Neymiş degende bu Sünni Emrah'lar yer şerdeki signalni qabul qilishi ham o'zidagi signalni yer sharga tushirish kerak. Hatta bu aşkının tok gidiyordu. Bu tok ne aslında şu günden çıkırdıgan yapılar. Nime bu Sünni Emrahlarga yine azrak yakılığımı var. Yadroluk yakınlığı bularning mishlatidi degan chog'da albatta men degandek Sünni Emrahni osmonga olib bilan raketadan sirtga chiqarib olsa o'zini joyini o'zi tepib berib birdan turmaydi bu. Bunun hamısını yaşardaki adamlar kontrol qilib Sünni Emrahni o'z bizga mangdirib, tanishib, orlig'ini tanishib, bir-biriga qaratib degandek ishlar qilish kerak. Ashning energiya ketadi, buning shu degan ta'minlaydigan bir qism yiqilg'i bor. Menimki tushunishimcha u yadroluk yiqilg'ilar bo'lishi mumkin. Undan boshqa qolgan signalni yasharga taqib, yo yasharga qabul qiladigan ishlarga tok ketadi, bu tokni mana shu quyosh energiyasidan chiqaradi. Bu qatimki sistemdagi bir alayligi qabul qilg'ich pek kichik. Endi hozir xabarlarda bor sizlar nurg'un qarindoshlar Direct TV dish tarafıydı bir tanlı qo'shash antenna 20 metrlik antennani ko'rgan nurg'un kishilar. Bu yer shari bilan qadamdosh Sünni Emrahdan kelgan signallarni, bu televizyon signallarini qabul qilgan antennalar endi. Endi muaqatim bu Elon Musk'niki bu narsa amalga oshsa, uniki qabul qiluvchisi nihoyat kichik. Bu sol tarafdagi rasm shuni ko'rsatadi. Bu bir to narsalar ekan, mushundan bir to setib olsa, uyga o'rnatib olgandan keyin internetni bemalol Elon Musk yasayotgan sistemdan qabul qilib ishlatish bo'ladi ekan. Antennasi nihoyat kichik. Meniki hozirga qadar egallagan uchurlarimda kengligi 40 santa, uzunligi 40 santa yapılaq. Taxtaya o'xshaydi. Mush rasmdagi ustidagi 10 tarafdagi rasm deb o'ylayman bu. Sol tarafdagi cho'ng rasmdagi. Sol rasmdagi ustidagi 10 tarafdagi rasm deb o'ylayman. Ashqi o'qig'ichisi endi. 40 santa kelgan. Mushuni ilib shu o'yiniki darajasiga bir yoq qo'yib qo'ysa, signal qabul qila oladi. Endi qabullovchi hisobda. Avu birisi qabullovchi qolganlari signallarni bir tarafga turadigan yo'q, o'yga taqsim turadigan narsalar endi. Tanaslar ekan. Endi yana bir alayligi buniki odatdagi bu tangli shakllik antennalar u tamlarga muqim o'rnatilgan. Ekvatorga qaratilib. Nimishqa degan chog'da shu xabarlash ishlatilgan Sünni Emrahlar yer yuzidan 36 ming kilometr yiroqlikda. Yer yuzidan 36 ming yiroqlikdan 36 ming kilometr yiroqlikda. Ondan keyin asosan ekvatorga qarab turdi. Shunga uydagilar mana uyga antenna o'rnatgan vaqtida buning hammasini biz yer sharining ekvatorining ustidagi yerga to'g'rilaymiz. Nimishqa desa Sünni Emrah ashari. Ondan keyin bu Sünni Emrahlar yer shari cho'kadigan chog'da yer sharidan tang aylandi. Shunga uni qadamdosh Sünni Emrah deymiz. Qadamdosh degani Sünni Emrahlarniki harakati yer shari bilan qadamdosh degan gap. Yer shari nega qarasa Sünni Emrah şey berib bo'ldi. Saiz teklam kimda? Shunaqa. Hatta bu boshqa shu antennani shu yo'nalishga qarab o'rnatib qo'ysangiz, signalni qabul qilaveradi. Endi Elon Musk'niki ma'nosida bir necha alaylik bor. Buni nima deganda Sünni Emrahning soni pek ko'p bo'lganligi uchun har qanday shu qabul qilishni nega qarshisidan qatnazar bir vaqtning o'zida mumkin kombinada 4 faqat Sünni Emrahning signalni qabul qilar ekan bu. Natija signal kelib turdi degan gap. Boshqa unisiga bu Sünni Emrahlar qadamdosh emas yashar bilan. U muqim yer shari aylandi, lekin Sünni Emrah aylanmaydi. Joyida jim turg'uliq. Sünni Emrah aylandi ekan, men xato aytdim bu gapni. Sünni Emrah 12 soatda bir qatam aylandi ekan, lekin bu hammasi har taraflarga aylanib yuravergan bo'lg'achqa, balki signal izlab qolgan ahvol yo'q. Ya men 2 soat alashib qo'ydim bu deyman, makinaga batib bor. Men sal qarab baqaya. Anlab qo'ydim. Bu menimki farzim yo'q, mening farzim bu nima qilmaydi.
Ben hata kaldım keçironlar. Abeki GPS'niki sinemrasıyla masal alıştırıp koydum. Ma Elon Musk'niki sinemrası aylanmaydı caydı muqam turdu. Aşbiyatin körsatgan torga o'xshash. Hatta bu aşka gerçi yer şari aylanatkan bolsa-mu, birli vaqtda köplagan sinemraniki signalları qabul qilishda kep turdi degan gap. Agar bu aylanma qilib qolsa, u qabullovchi bilan nimaning orasidagi musofa o'zgarib ketadigan avvalroq bo'lmaydi. Olmaydi. Nimishqa desangiz, bu 12 ming sinemraniki urilish ahvoli nihoyat bir alayida. Masalan, dastlabki chiqarilgan 1584 sinemra Yaşar'dan 550 kilometre gizli turdu ki. Bu bir kat. Bir katta şarkı uçuş bir kat. Şu katta 1584 sinemra. İkinci grupta çıkıldığını 1200 kilometrelikta. Abeksi 550 kilometre, mavu 1200 kilometrelikta. Andaki üçüncü grupta çıkıldığları 3400 kilometrelikta. Masallarını biz abetin degen yemir sılavı seçtirip basak bulurdu. Bizdeki hazırki bu kademdaş sinemralarınki bizden bu ağırlığı 36 bin kilometre. Maniki en cirahları aran 1200 kilometre. Sonra Yaşar'a intayın yakın diyen gap. Yakın boğalık için signal naydı güçlük. Signal güçlük boğalık için çoğun antenak etmeydi. Abette ben degендek bir kap koşaş 40 santimetrelik kap koşaşlar bir nasıl olsa signalını her vakit kubuk alaydı diyen gap. Şu arkalık bütün Yaşar'ındaki hem yerine signal bardığın kıyıda doğru. O diyen gap endi. Bunda bu 12 ming sinemra bir-birisiyle aloqador ekanda. Qaysi tutashsa shu bir-birisiyle o'xshash tutashgandek bo'ldi ekan. To'g'ri. Bu chaqdan andagi yer shar cho'g'ilisimi men bog'langan sinemra avdi demay, qaysi bo'lsa udilkagini bog'lanaversa o'zinikini topadi ekan hisobda. To'g'ri, to'g'ri. Nima bu sinemralar bir-birisiyle ko'rishib turdi. Masalan, siz yerda manglagan signalni bir sinemra bo'lsa, o sinemra şu vaktin üzerinde bunu etrafındaki hemiz taklit ediyordu tamam ki. Alayligi bu hoşna sinemralar birbirisiyle nuru arkalık görüşürken. Lazer nuru koşuş, nur bilen. Kablosuz. Haberiniz var, ben bununla bu doğruluğumu azal söylepeyen. Bendeki bu saatte bir kurgan şirketim var. Hazır kamilyo şirket, hazır ölüp kaldı. Bir şirket kurgan şu lazer nur bilen alakalı üskünesi çıkardıgan şirkette o. O ne derseniz bu da teleskop olsaydı, teleskopla birbirisi kartı lazım nurunu alırsanız, şu nurga havalisiz signalini mindirip mağın oldu. Onun alaylığı nur signalindeki sığımı intayın çok. Şuna hazır öylege nur signallar atlık, nur taladayımız optical fiber'da. Aşağılık signal kıldığın aileler var. Mesela benim kızımın uyuduğum nurlu falan var hazır. Onunki internetteki tezliği 1 gigabit. 1 gigabitte. Açtık tez. Nurla alaklaşkan çağda signalındaki süretini intayın tez kıl oldu. Sığımı intayın çok kıl oldu. Şuna bu 12 bin sinemra birbirisiyle nur arkalık alaklaşırken andaki bu sinemralar yer bilen mikrodolkunlarla alakalı ekan. Albatta men degandek mikrodolkun meniki kasbim bo'ladi. Men shu dastlabda kirgan soha shu. Men Yaponiyada vaqtimda shu mikrodolkun orqali ishlaydigan mashinalar, avtomatik mashinalarniki ko'zi bo'laydigan radar ishlatadigan antennalar degan men Yaponiyada vaqtimda. Shu mikrodolkun orqali ishlaydi. Endi meniki xalqarada o'xshamagan dolqinlarga o'xshamagan ism bergan. Bu Elon Musk'niki sinemrasi ishlatadigan dolqin balvagi KA bilan KU degan balvolar ekan. Buniki birisi 26.5 gigahertzdan 40 gigahertzgacha, yana birisi 12 gigahertzdan 18 gigahertzgacha. Bu gigahertz degan gap signal 8 gigabit bilan mang'andu degan gap. Şuna bu signallarniki sığımı intayın yukarı. Şuna iki hukum var. Sinemralar özara nur bilen nur arkalık alakalışı da sinemralar yer
mikrodolqun orqali aloqalashadi. Buniki mikrodolqunniki alaylığı mikrodolqunlar bulutlardan ötəlaydı. Bulutlardan ötəlaydı. Endi bəzi çağlarda şəx olsunmu bulutlarniki tərkibində su olğalı üçün sinyalını acizləşdirdi. Əgər bir yerdəki sinyallar acizləşib qalsa, başqaları qəbul qılıb, başqaları çürpülüb yerə. Şu arqalıq signalniki hər qandaq vaxtda 100% signal bağ halət mücəz çıxarıldı ki. Amma bu intern güclü kəndi. Abətə mən deyəndək, xoşla sinyallarniki arlığı 560 kilometr. Endi mikrodolqunniki alaylığı tüzsüz boyunca mənadı. Bunu kəlməsə əsas tutuş kerak. Ya tam oqas tam əgər bütəmdiki də qoyulaq qanmaqla qılanmaydı. Tam oqasla tüzsüz o tüzsüz boyunca mənadı. Bu nur mikrodolqun bu sinyalların alaylığı yaşıyor. Tüzsüz boyunca mənadı. Şuna xudi televizor antenası oxşaş antena çoxum sinyallara qarab turish kerak. Sinyallardan kelgan signalni qabul qilish uchun. Endi marketingki Elon Musk'niki bu sinyallar sistemasi osmondagi sinyallar bak ko'p bo'lgani uchun har qaysi yo'nalishdan signal kelib turadigan bo'lgani uchun siz antenani ma'lum bir yo'nalishga qartishingiz hojat yo'q. Talaqal qartib derazani qilib qo'ysangiz signal qabul qiladi. Endi bu hozir hammamizning xabarda bo'lganda Elon Musk Xitoy bilan bek yaqin. Shanxayga Tesla shirkati quryapti, intanjiq mablag' sarf. O'sha Tesla mashinasini chiqargan. Endi nurg'un kishilarniki mush qatimki mushu 12 ming sinyallar sistemasini rasmiy amalga oshsa, Xitoylarniki internet tomlari o'lib ketishi mumkin degan farazlari bor. Yoki shuni orzu qilyapti. Xitoyniki internet temi mushqatimki sistemadan o'lib ketishi mumkin. Endi buningga hozir tushuncha berayotgan odamlarmi bor? Mening o kasbim shu boshqa ba'zan tushuncha berib qo'yay. Buni hammasini asli qilishning hojati yo'q, lekin hozircha bir ideyaga ega bo'lib qolingandi. Endi bu qatimki Elon Musk'niki bu sistemasini qanday qilsa Xitoy to'sib qolaydi, yo'q etalaydi degan bir savol endi. Onun birincisi sinyal amralarını edip düşürüp ötüş. Bu mümkün. Xitay kurallarını hesap oldu, kendisine ahmı kıldı. Sinyal amralarını atalaydıgan lazer nuri kuralı var bunlarda. Ya ki edip düşüretmey, nait güçlük elektromagnet dolkununu çıkarıp asmanga, şu arkalık sinyal amralarındaki elektronluk üsküllerini işlemezlik bir ihtimalliğim var. Bu putlay mümkün. Xitoyda bu iqtidor bor. Lekin endi bunda qilsa, u sinyallar Amerikaniki mulki bo'lganligi uchun Amerikaning mulkiga ziyon solganlik bo'ladi. Xuddi bir boshqa davlatlarga tajovuz qilgan o'xshash bu. Shunga bu ehtimolli ancha emas. Endi boshqalarniki haqida tajovuz qilish to'g'risida gap chiqdi. Bir qilishimiz so'rabdi, olam bo'shlig'idagi sun'iy amra orbitlarini taqsimoti kim tomonidan belgilandi? Qanday taqsimlandi? Xalqaro xabarlash komiteti bor. Maxsus shuni qildigan. Uni aşağı tizimga oldirib, o'sha tasdiqlangandan keyin haqiqatan sun'iy amra chiqarishdan burun aşağı ruxsatimiz bo'lmaydi. Orbit qayerda bo'ladi degan nurg'un masalalar bor buningda. Unda qilmagan chog'da agar orbit so'qishib qolsa, sun'iy amralar so'qishib ketadi bir-birisi bilan. Shu buni maxsus kontrol qiladigan boshqaradigan o'rin bor. Bu bundaq dehqonchi xo'sh. Davr. Agar dehqonchi tushunib qolib qolsak, bu bir bo'z ya, kim qanchalik echivasi shunchalik bo'z bo'ladi degan shaklda bo'ladimi yo? Unda emas. Yo'q, unda emas. Unda xo'p qolsa, albatta men degandek, hozir u osmonga chiqib bo'lgan sun'iy amralarning soni bakchiq. Masalan, Amerikaning chiqqanlarimi 1500 dan ko'proq hozirgacha chiqib bo'lgan. Masalan, bu boshqa bu yerda bir fizik qonuniyat bor. Sun'iy amra yer sharini aylanib turdi, to'xtamay. Aştaq aylanib turishni boshqaradigan bir fizik qonuniyat bor. Bu qonuniyat bo'yicha qaragan chog'da sun'iy amralarni nega qo'yib qo'ysa, yer sharini aylanib mengayvermaydi. Sun'iy amralarning eg'irligi, aylanish tezligi, aniki yer sharida bo'lgan orliqi, bularning hammasini belgilaydigan bir qonuniyat bor. Aştaq bo'lganligi uchun agar sun'iy amralarning eg'irliklari o'xshashroq bo'lib qolsa, masalan,
Aylanish tezliklari o'xshash bo'lib qolsa, chuqur o'xshash orbitda menish kerak bo'ladi. Undaq bo'lmasa, muhimni saqlab qolmaydi. Yoki ketib qoladi, boshqa yerlarga yoki yer shariga tushib ketadi ular-chi. Ashta boshqa bu orbitlarni taqsim qilish kerak. Bu jihatda xalqaro mukammal sistemalar bor. Endi Elon Musk'niki bu qitim qilmoqchi bo'lgan shu 12 ming sun'iy hamroh qurilishiga jami 10 milliard dollar pul ketgan. 10 milliard. Endi bu qancha pul tushunib boqayli deganlarga endi Amerikadagi hozir 12 dak nimasi bor? Aviamatkisi. Ama aeroplan qo'nadigan parxod. 12 bor. Shuniki birisiga 13 milliard dollar pul ketgan. 13 milliard. Shunga Elon Musk'niki qatqan bütün qurilishga turgan pul bir parxodniki pulsidan azroq. Lekin endi bir davlat uchun 10 milliard dollar degan ko'p pul. Hozir Amerika hukumatiniki NASA'ga birdigan yillik puli 21 milliard atrofida. Shunga bu 10 milliard degan bu cho'ng pul hisoblanadi. Shunga agar Xitoylar etib tushirsa, ashlik pulga ziyon bo'ldi degan gap, bu ehtimolli qancha cho'ng emas. Ikkinchisi signalni to'sib olish. Signalni to'sib olishda endi albatta men degandek bu mikrodolqin tussiq bo'yicha mang'adi. Endi sun'iy hamrohdan sizning uyingizga kelayotgan signalni qanday to'sadi deb faraz qilsangiz bo'ladi. Chuqur sun'iy hamroh bilan sizniki uyingizdagi antennaniki o'tirisiga bir temir taxtaydak bir narsa qo'yish kerak. Signalni to'sib olish uchun. Bu biz to'sib qo'ya olmaydi. Bu Elon Musk'niki maishida endi sun'iy hamrohning soni pek ko'p. Signal hamma inishlardan kelib turadigan bo'lg'achqa buni to'sib qilish asosan mumkin emas. Uchinchisi signalga buzg'unchilik qilish. Bu xalqarada biroz umumlashgan texnika. Emniyet o'ylab qolsanglar, Amerikadan RFA'niki signalini Sharq Turkistonga taqib turdi masalan, har kun ichki vaqt o'xshamagan частотlarda. Xitoy buni buzg'unchilik qiladi. Qanday buzg'unchilik qiladi deganda, do'lqinlar, uni biz qisqa do'lqin deymiz. Qisqa do'lqin albatta men degandek ularni tussiq bo'yicha mang'an bilan qisqa do'lqindagi bu masalan Amerikaniki Sharq Turkistonga taqtilgan signali ojiz. Nimishqa deganda Amerikaniki Sharqiy Turkistonda radio punkti yo'q. Bu radio punkti Xitoy davlatining sirtida joylashgan. Ashadin Sharq Turkiston qarshi taqtildi bu signalni. Bu yerga bir po'chib bu ojizlab ketadi. Ojizlab ketgan boshqa Xitoy Sharqiy Turkistondagi o'xshamagan yerlarga o'xshash частотада ishlaydigan punktlarni qurib, shovqin signal taqtildi bular. Taqatgandan keyin Amerikadan taqatgan signali ojiz, Xitoyniki taqatgan shovqin signali kuchli bo'lganligi uchun siz radioniki qabul qila olmaysiz. To'sib oladi. Radioningizda shovqin chiqib qoldi. Shovqin chiqib olmay olmaysiz. Buni buzg'unchilik signal buzg'unchiligi deb ataymiz buni. Endi bu Elon Musk'nikiga bu mumkinmi desa, bu texnik jihatdan mumkin. Qanday mumkin desa, buningmi albatta degandek kuchli signal taqish kerak. Agar Xitoy buni to'siman desa, Xitoy osmonga sun'iy hamrohni chiqarib, Xitoy davlati doirasining ichida bu Elon Musk taqatgan signaldan nachasi kuchli signalni taqish kerak. Endi texnik jihatdan mumkin, iqtisodiy jihatdan arzimamda bu yana bir masala. Shunga bu narsani bir deb qo'yim keldi. Andikan cho'ngroq ehtimolligi antennani cheklash. Hozir Xitoyda shu dish antenna deymiz biz. Tangliga o'xshash antenna. Mushaqda qattiq qoida tizimlari bor bularning. Xalqadan buni elib o'rtanmaydi bu narsalarni. Kelgusida Elon Musk'niki sun'iy hamrohniniki signalni qabul qiladigan uskunlarni Xitoylar qattiq cheklashi mumkin. Uni cheklab, uni kanallarni jazolab, shu orqali bu ishni kontrol qiladi deb o'ylayman. Endi Xitoyda boshliqlar alayda imtiyozga ega. Boshqa buni fuqarolar qilolmay, boshliqlarning uyiga ma'nosini ilib o'rnatib bekitilishi mumkin. Endi mas'ullarniki albatta ko'rsatib qo'ydim, uni chiqimi $300 atrofida ekan. Bu qatamliq chiqim $300 ilib o'rnatib olsangiz shakka bo'ladi degan gap.
Şuna Aşbayatın sildep ötüp ketken 40 santimetr 40 santimetrlik näsinin tenler 300 dollar mıken? $300 ekan, hammasini qo'shib vaqtida. Oo. Lekin ma yana bir sababini bir yerda demoqchi, o'lqi antenna uskalarini setib olish bir qatimliq chiqim, buni xilchi qadamda qalalaydi. Lekin bu Elon Musk Sinemra sistemasındaki signalini işletiş için $80 kerak ekan her ayda. Aşağı bu başka mesela Amerika'daki bu lazım emas. Nimishqa desa bizniki signallar pek yaxshi. Mening uyimda hozirgi internetdagi surati 400 megabit internet bor mening uyimda. Qizimning uyida 1 gigabit bor. 400 megabit bor. Biz unchalik pul to'lamaymiz. Men $60 to'layman. Ani işletse $80 to'laykan, shuni biz uni ishlatmaymiz-da, hozir qanchalik. Shunisi hojat yo'q. Lekin albatta men deganda hozir yer sharining 50% qismidagi insonlarda internet bo'lmaganligi uchun ulaşın bu intayin zürür deyince. Bir devlette mesela bir internet tor sistemasını kuruş intayin mürekkep iş bu. Aşağı bu aşkı onun işlik kılınmaydı. Ulaşın gerçi bu işka $80 pul asımı nurgu adamlar bunu setip alırdı. Dep olayım hemen. Elon Musk'ın bir kılmaydı bunu. Aşağı kılıp şu akıllı pul tapalaydı deyince efendim. Şuna yaptığım kıskısı işte her xil ihtimallıkla var. Endi Elon Musk Shanghayga cho'ng shirkat qurmoqda Tesla shirkatniki. Bu nega borib qolmaydi. U ish bilan maishniki munosabat qanday bir taraf bo'ladi, bir qism aniq emas ahvollar bor. Bu ishlar keyingi asosda bu. Endi Sinemra'ning ishi tugadi. Yana Elon Musk qilayotgan yana ikki cho'ng ish bor. Men shuni qisqacha deb qo'yay. Uniki men mashinasini Tesla'ga mashinasini ishini bilan bilasizlar. Otomatik bo'lgan mashina olgan, bu mashinaning ayti tez taraqqiyot edi. Yaqinda burun setlib bo'lgan mashinalarga yangidan kompyuter o'rnatmoqchi bu. O'rnatsa bu mashina qizil chiroqdan to'xtaydigan, to'xta degan belgidan to'xtaydigan bo'lmoqchi o'zi avtomatik holda. Ya'ni yerim aqlli bo'lamda. Yerim aqlli bo'ladi. Burun u alayligi yo'qdi burun. Burun qizil chiroqda to'xtay olmaydi, anadan to'xta degan belgi to'xtay olmaydi. Bunun lekin shu alayligim kirmoqchimiz. Pat yaqinda hozir boshlandi bu amaliyotda. Xo'sh. Undan boshqa Elon Musk'niki qolgan SpaceX degan shirkati qolgan yana bir cho'ng ish osmonga etib qaytirib tushirib oldigan raketa. Buning xabarini qarindoshlar anglagan. Bu rasmiy ishga tushdi. Uni Elon Musk SpaceX degan shirkatda 3 qatim sinov qilib mag'lub bo'lib ketib, pulini to'lab ketay deb qilib 4-qatimga aran chiqishalg'idak pul to'plab, yana bir qatim otgan chog'da muvaffaqiyat qozonib, ashuna bilan NASA'dan ko'p pul erishdi bu. Erishib bu ishni ma'lumoti shu 5-oyning 29-kuni 9 yildan keyin Amerika yana 9 yildan keyin yana tunji qatim Amerika o'zining raketasida ikki olam uçqusini olam punktiga chiqardi. Shu 5-oyning 29-kuni. Shu Elon Musk'niki SpaceX degan shirkatiniki Crew Dragon deydi, shu raketa bilan chiqadi. Raketa bu ishlarni chiqarib qo'yib, yerga yenib tushdi yerlarga. Ayrıсын bak göstermiştim. Aşı parabayla sal kira tarafları var. Yani bir bakıyorsunuz. Sal akstırak. Raketamış şu aslında halkara alan punktu adamı çıkan raketa analiken sinemradan çıkan kingi bakıyorsunuz. O raketanın kayıt düşken görünüşleri var. Bu yerge kayıt düşüyortan bir görünüş. Şunda kalıp bu raketani yerge düşürüp aldı. Bu Elon Musk'niki şu matematik cihetten ona ait planti, kuş plantı varken, mesela 12 yaş vaxtlarda matematik xalqaro müsabaqalar qatnashib mukofot olgan, hatta işleri varken hesaplashga pek mühim. Alıqda Rusiyaga berib, Rusiyanın raketini işletish to'g'riliq. Ulardan biraz yamanlab qaytib işlerim varken, degan bahsi pek qimmat. Bir raketa qancha pul desa 100 milyon deb. Hatta deganda keyin raket Elon Musk şu gaplarni deyishgan sorunini qo'yib chiqib o'rnidan
ishga borgan chog'da masalaniki degan bahaniki intayin oz qismda yasayman o'zim deb tikka. Endi Amerikaniki shu Falcon 9 degan raketa orqali elib boriladigan bir cho'ng qurilishga ketadigan chiqim $60 million. 60 million dollar. Endi bu Elon Musk qanday hisoblabdi desa, hozir shu osmonga chiqarib, qirg'oqqa qilib, uni qaytib tushirib, raketani qayta ishlatsa, shu 60 million dollarniki 46,5 million dollarni sotib qoldi. Tejab qolarlarmikan, ya'ni 60 millionga yasab, bir şey işletilib, satılsa 40 millionga satadi ekan. Ya, endi ani qaysi degan bo'g'ashqa, o'ziga nurg'un pul sotib qoldi deganga. Uni hisoblaganda qanday ekan desangiz, Amerika bir raketa uchun 100 million dollar pul ishlayapti deydi. Yo'q, kam deganda 10 million deydi. Kam deganda 10 million dollar pul ishlaydi. Men uni bir raketani 300 mingga yasab, bir qatim osmonga yetish chiqimini 300 mingga tushirib, 1 milliondan satsam, menga yana 70% foyda qoldi deydi. Buni qaysa başı. Hozir endi bu pulni aşağı tepatdi. Aşağı tepib, hozir buniki baş prosesan qiladigan pullari shu yerdan chiqyapti. Shuni raketani chiqarib, qaytirib achishilib, qayta ishlatib degandek. Ashli bilan bu sohada Elon Musk bir yangi davr yaratdi. Bu xuddi taksiga o'xshaydi-da. Raketa osmonga chiqib, anasini chiqib, olib qo'yib, qaytib tushyapti. Buni rasmiy chiqish tushadi. Albatta men degandek ikki odamni olam punktiga chiqadi. Yaqinqi 60 sun'iy amirani osmonga chiqargan raketa qaytib tushdi. U qaytib tushdi. Bu ishlar nihoyatda muvaffaqiyatli bo'ldi. Shunga bu ishlar shundoq, marisini ko'rdinglar. Anondan keyin Elon Muskning qotgan yana bir ishi bor. Bu nima desa, haqiqiy boshliqda mang'an poyez. Bu ideyani bu kishilarga aytib, kim qilsa bo'ladi deb aytibdi, o'zimiz sinab qo'ydi. Hozir Amerikaning Kaliforniya shtatida, men turgan shtatda 1,6 kilometr oraliqqa shu turbini yasabdi. Bu nima desa, biz mashina haydaydigan vaqtimizda odatda 3 xil kuch ta'sir qildi mashinaga. Birisi mashinaniki motori, mashina oldirishtiradi. İkincisi mashinaniki chaqidagi sürtüş kuchi mashina orqaga tortadi. Bu sürtüş kuchi nereden paydo bo'lgan deganda, Yasharning tortish kuchidan paydo bo'lganda, Yashari mashinani yarim yuzga tortib turdi, mashina oldiga qarab manga vaqtida shu chaq bilan yana olig'ida sürtüş kuch bo'lgan gap. Üçüncü kuch havoning to'siqlik kuchi. Gerçi ko'zimizga ko'rinmagan bilan biz yashayotgan shu bo'shliqning hammasi havo bor. Havo bu rasmiy modda bu. Eg'irlik va massasi va bir modda. Hatta bu boshqa bu mashinadagi minayotgan narsalarniki sur'atini intayin zo'r darajada ozaytiradi. Endi Newtonniki birinchi qonuniyati, agar hech qanday ta'sir kuchi mavjud bo'lmasa, siz bir narsani ishtirib olsangiz, u narsa o'ziniki aslidagi harakat holatini saqlayveradi. Siz qancha tez ishtirayotgan bo'lsangiz, bu mengaverdi degan gap. Endi hozir Elon Muskniki bu yangi yasatgan bu poyezdniki nima alayligi bor desa, buni yarasi yasasimi bo'ladi yoki yarim yuzga yasagan chog'da turib bor. Cho'ng turib yasab, siz yana bir batni ko'rsatdim, yana bir batni bor bu. Yana bir betida bor. Cho'ng turib yasab, o turbining ichidagi havoni shumib chiqib etib butunlay poyezd mang'an vaqtida uningga ko'rsatilgan havo to'siqligini elib o'tish. Turba, rasmiy turba. Shunga bu ideani o'tirib qo'yib, albatta men degandek Kaliforniyada sinab qildi. Agar bu poyezdniki sur'ati intayin tezga soatiga 1200 kilometr mang'adi ekan. Men aeroplanlarniki sur'atini tekshirib baktım. Boeing 737 deganni qirlashani hammasi bildi. Boeing 737niki 1 soatlik tezligi 930 km ekan. Uning da tezganda 930 km mang'adi ekan, poyezd 1200 km tezlikda mang'adi ekan. Başta bo'lsa Dubai bilan Abu Dhabi
bu nimenin şu Dubay'da yasaş getirip köp oldu bu işini. Aş ağırlıkını 12 minutda bes oldu ki. 12 minutta Dubay'dan Abu Dhabi'ye bağlı oldu ki. Ma bu Amerika'da Kaliforniya'daki Los Angeles şehrinde San Francisco'nun ağırlığı 550 kilometre kilodu. Biz ayıplanı alsak ayıplanın uçuş vakti 45-50 minut gidiyordu. Ma poyuz 35 minut vardı ki. Hem de bu ki ayıplanma seçti olan çağda poyuzda vakit geçilip kalırdı. Neymiş degende poyuz stansiyonun şehrin 30 yasılı bulurdu. Hani ki bir xatarlı tedbirleri ayıplandı onda katlık emas. Avrupa'daki adam bilse ben bu poyuzda bir baktım bu yerlerge şehrin otursundan ki hiç kanda çoğun teşhisini öpeyla poyuz çıkılır bende. Çünkü ayıplanma hemen burun başı Los Angeles'da San Francisco ağırlıklarına nispeten malgan bize başlayacağım olsam 4,5 saatte bir buldum. Ayıplanda normal vaxtıdır mı 5 saat 6 saat vakit gitti yani. Ayıplan stansiyona 2 saat baldır çıkması olmagan. Kirib ayıplan oturup ayağa çıkıp olgandan keyin öye beriş qiyini bir kural tapması olmagan açta kalır. Bir qatim ayıplan 2 saat kechikib 8 saat aramadım. Berib zaten şundacha aç yutib ketdim, ısıt maşinada basam bopamda onu. 4,5 saatte bir buldum da. Başta işleri bağlandı. Şuna bu intayin ilgari texnika hazır kadar hem de bunu yasashqa rasmiy tutish qilgan davlat Hindiston ki. Hindiston bu ishga rasmiy tutish qilib Pune Bombay deydi. Pune Bombayning ağırlığına mush poyez mangadigan turba yasab etibdi hozir. Shunga bu chetdagi qarindoshlar oz kundan keyin bu ishlar to'g'ri gap olasizlar. Bu mesela nimeniki Elon Musk'ning qilayotgan bir yengilligandi. Shunda qilib bugungi mazmun asosan tugadi. Mushkillar qarindoshlardan bir xabar qilib keldim. Yaqinda bu oxirgi qatimliq 60 sun'iy amroning osmonga chiqishi va Amerikaniki 2 olam uçuşuniki SpaceX degan shirkatning raketasi bilan xalqaro olam punktiga chiqishi munosabati bilan Elon Musk'niki shirkatining xabarlari jiq bo'lib ketdi. Shunga mush aqlli qarindoshlarga bir ayrim tushuncha bir qo'y dedim. Men burun NASA'niki yangi ishlarini to'g'ri ko'p chiqarib turgan. Hozir gapni rostini desam sal ko'ngil bo'lmaygan bo'lib qoldi. NASA'ning ish to'xtab qolgani yo'q. Yana osmonga chiqadigan narsalar hammasi aslik plan bo'yicha ishlanyapti hozirmi? Yaqinda osmonga chiqadigan narsalar bor. Hozir shu vatan aholiga ko'ngil xotirjam emas. Ana xabarlar odamniki ancha ko'ngil topmaydigan bo'lib qoldi. Shuni men o'tirib chiqarib o'tirmadim. Bugun mana shu fursatdan foydalanib, mana shu bir qism ahvollarni chetdagi qarindoshlarga yetkazib beraylik. Bu ishni qildik. Sizga ko'p rahmat, Ahmad. Allah razı olsun. Bu Elon Musk'ningki bu kadar çoğun o'ylash, anaki mablag' selish masalalarındaki bu qaramliq tigidan iqtisod manbasi bog'liqligimi yoki aql fikrning bozori bormi zaten dunyoda? Aql fikrning bozori. Endi albatta men degan ishlarni hamsi o'zi qilmaydi, lekin men albatta deganda Ruslarni kurashib yomonlab chiqib Amerika qaytib kelib qo'ychilik Amerikada shu aeroplanda osmonga etib qaytirib tushirib olgan raketaning naslini sanab qo'ydi ekan. Qancha chiqim ketadi, qancha foyda olayman degan narsalarni. Shu bir ideya muhim. Konkret ishni o'zi qilmaydi albatta. Shu ideyani o'tirib qo'ygandan keyin shu ideyani vujudga chiqaradigan odamlarni topadigan gap. Albatta men deganda o'zi 3 qatim sinab qilib, 4 qatim sinab qilib 4-chi qatim sinab agar bo'lmagan bo'lsa, iqtisodiyotni vayron bo'lib ketadi ekan. Ammo shu 4-chi qatim muvaffaqiyat qozonib, shuning bilan NASA ko'p pul berib buni qo'llab ishlab qilyotdi. Endi NASA mo hamishni o'zim qilsam demaydi. Mamlakatda hozir Yapon, Kanada, Yevropa nurg'un davlatlar bor. Shu xuddi NASA o'xshash idorasi bor bularniki. Osmonga simyamra bu narsani chiqaradigan. Boshlarning hamma yerdan qildi NASA. Bu jihatda xalqaro arada bir xil hamkorlik bor. Nimishqa desa, texnologiya taraqqiy qilsa, hammalarga foyda. Undaqda buni kim qildi degan narsa muhim emas bu yerda. Shunga Elon Muskning ishidimi, Elon Muskningki shu aqliga, qobiliyatiga Amerika hukumati ishonganligi uchun hozir endi nurg'un pullarni berib, mushqatimki 2 olam uçuşunu
xalqaro alam punktiga chiqaradigan ishni elamoqda ben. Albatta men degandek bu raketasi qaytib keladigan bo'lgani uchun har qatim bir ishni qilsam shu ishni nurg'un pul yanchiga kiradigan gap endi. Bu Tesla mashinasida bu cho'ng kirim bo'lyotdi. Bu mashina hozir to'xtamay taraqqi qilib setilishi men bu yil boshlovchilarga boramidim. O'tgan yil Yevropaga borgan vaqtlarimda Tesla mashinasini Yevropada xil umumlashganligini ko'rgan. Hozir Kaliforniyada baktiz umumlashyapti endi. Men yashab qayerda ko'p bu mashinalar xalqlik evatdi. Chiqilib uniki kirim topadigan yerlar hozir ko'p hozir. Shunga yaqin yoki qandaqdir iqtisodiyotda bir qiyinchilik uchrab qoldi degan gapni anglab boqmadim. Hozir bu so'ldiri nəhayət yaxşı bir oldu. Yani biz üçün bundaq təsəvvürə bay aqli iqtidarı bək çoğ oylayan qarindaşlarımız olsa, bu şundaq bazar laqılış bas oldu ikində şuna qaraganda. Bu əlbəttə bulurdu. Bizniki vətəndaşıdan acayip oylaydigan yaşlar vüsq qilishga başlagan. Xitoyniki müşqatanlıq çoğ bastırışıdan burun aeroplan layihalagan, raketa layihalagan Moğaşlar asla hep toğan tepkelerde şuradan bu pahalı. Çatalda mı naiti yukarı teknolojiyalik derslerin layihalagan qarindoshlar bor. Hozir bir yomon yeri bizdeki vatan bilan bo'lgan aloqamiz uzib qilib, vatandagi butun xalq iskanjaga kirib qolgan uchun aslida qilingan bir ishlarga hozir intayin ig'ir darajada to'sqinlik bor. Boshqa bu yoshlarimiz qat'iy tafakkur qilishdan, yangi ideyalarni o'tirishdan to'xtab qolmasligi kerak. Endi Muştama bir qısırıp qo'yadigan bir narsam, halbuki chuqur ishni ilmiy qilish kerak. Bu yangi ideyani o'tirib qo'yish yaxshi ish bu, muhim ish, lekin uni ilmiy asos qilish kerak. Men o'shada bir hikoyani gapiray. Xo'sh. 2007-yilda deyman. 2007-yili men Urumchiga borgan vaqtimda ishkirda o'qiydigan bir qarindoshimiz bilan 2 soat uyda paralashgan. O qarindashimizniki bir loyihasi bor ekan. Nima desa, energiya ishlatmay tok chiqaradigan mashina deb. Shuna bir narsa loyihalabdi. Loyihalab, menga kelib, menga ko'rsatdi. Men 2 soatda tushundim o'yinimizga. O'yinimiz fizikada qolgan emas ekan. Men albatta degan anda kuchlarniki munosabatlarini tushunmaydi qatdi. Nima qilib desangiz, bir cho'ng tonga, qislarniki Tam da qışqılıb aşın, ayet on tonlar var. Ma qaçlar olsa. Aşın sudan bir qaçlab qo'yib, unga bir zanjir bekitib, bunda aylanma zanjir. Zanjiriga sharg'a o'xshash, zingidan sharg'a o'xshash kichik yalqachlangan narsalarni tengib qo'ysak deydi. Bu shar bu tonning ostidan kirdi. Kirgandakilar suv bu sharni layiltib, ustiga tortdi. Aşınlar bu toxtamay neye vurdu deb aşının nəhayət təsirli layihələr əkibdim o. Bir dəbdə əkibdim. Mən dedim, Ufkam, tüşünü çoğun qıb qoysanız, su əqqididir. Tüşünü kiçik qıb qoysanız, rızingi ötmeydi o yerdən. Rızingini ötkidək var, rızingi şar ötmeydi. Rızingi ötkidək qilish üçün o tüşünü. Rızingini ötüdüğün qılmədisiz, çoğun su əqqididir o yerdən. Şu yerde, şuna bir yerde kuşlarınki yığındısı var. Tartış gücü, tüşteki sürüklüş gücü diyendek. Siz adres fizik okutmuşsun bir ayısına baksanız da 2 saatte şey ağırlık ettim. Şunda ağırken üzerine yerik ettim. Şunda kıyınlık ettim. Anda oymasak olmayı. Anda oylanıp ben böyle yeni hikaye çıkan dedim. Hazır agepni o diyendikin şarni tonun içinde tuğuzup durup yel verdirdiğin texnikadan bizden qo'sha alsa. Ya aşağı kısmı o bir qatim qilmagan uniki qanday qilasiz degan gap borda endi. Demakchi o'g'lim, ki bu mashinamiz ishkirda o'sha narsaning birini yasabdi, menga rasmini berdi. Bu ishga suv qo'ygan narsa emas, bir tandak bir narsani tangib unga ko'k balağı, içimlik balağı. İçimlikdan qutlarını esibdi qatarı. Esib şunun şəklini qilib, to'g'ri o'yinimiz shu vatanda puldalardım, pulcığı ben de bu işlerini qilib, meni aka sizin bu tashqi qilishmaysiz degan Ufkam bu ishlamaydi bu ish. Bu energiyani yo'q yerdan boqib olmaydi. Agar yo'q yerdan boqib olsa, dunyo faqat hozirga o'xshamaydi deb shunda qaytib tushundim. Ammo o'yinimiz menda yomonlab qolgan shu vaqtda.
Amerika tashkil qilishlarmidi deb. Ki anlasam şu pulni yig'ilmabdi. O pul yig'ilmaydi buningga. Nima desa bu fizikalik qonuniyatga xilof ishlar bu. Shunga mushundaq yaxshi ideyaniki bo'lgani yaxshi. Ashta ideya bo'lib, mushta ideyaga qiziqadigan fuqarolar bo'lsa, hatchida bir almetakir fizik o'qing. Ko'p ashta bir narsani vujudga chiqarishga keladigan narsalar nima? Shu bilimni, asos bilimni egallab oldim. Onu egallamay turib, ideyani o'tirib qo'ydim deb, abagidagi ideyani o'tirib qo'ygan bilan u ahmaydi. Mendek odamlar kuni bo'lgan gap. Sungan kuch deydi ekan uni. Shu ishlatilib bo'lgan energiya deb. Uni yana bir tirik energiyaga aylantiradigan texnika yoki ijodlar yo'q ekan taha. Shunga bizda energiyani saqlanish qonuni degan qonun bor. Uni desa energiyani yo'q yerdan boqib bo'lmaydi. Lekin bir shakldan yana bir shaklga o'zgartirib bo'ladi. Masalan, igizyadan tushayotgan suv elektr stansiyasi qurgan bo'ldi. Bu chog'da suvning eqimi to'q chiqadi degan gapda. Şuna bu toq bikaga kelmaydi. Amda bu insonlardagi chiqimi jihati bikaga keladi bu. O'stan bo'g'aliq uchun, o'stanning bir taraf egiz, yana bir paka bo'g'aliq uchun u to'q chiqib paydandi. Lekin energiya yo'qdan paydo bo'lgan narsa emas. Yoki bo'lmasa biz ko'mir ko'ydiramiz, masalan, ko'mir elektr stansiyalarida. Yoki gaz ko'ydiramiz, ash ko'mir gazdan ham energiya. Energiyani sarf qilib turib, bu energiyani to'qqa aylantiradigan gap. Ma quyosh energiyasimi bikaga keladi asosan. Quyoshdan kelgan kun bu, kun nur. Bu nurniki miqdori bak cho'ng. Mana taxtalarni ishlatkanga kun nuri azlab qolmaydi. Buni shildimiz islatamiz, u nurlar yo'qaydigan nur endi. Lekin taxtalarni chiqaradiganға o'rnatilgan pul ketadi endi. Buni boshqa qiladigan pul ketadi. Shunga garchi bizniki kundan to'q chiqaradigan taxtalarimiz bor bo'lsa-mu uyda, yana ma'lumotlar pul to'laymiz unaqa. Sotib olamiz, bundaki yiliga ma'lumotlar pul to'laymiz. Meniki bor bu. Men o'rnatdim buni. Maktabda. O'sha ishandi. Shunga energiya yo'qdan bor olmaydi. Shunga bundaq masalalarda asosiy bilim bo'lmasa, fanniy bilim. Qarag'ida o'tiriblam, o'ylablam, unda narsa o'yladim deb o'tirib qo'ysak, u oqmaydi. Bu nuqta beklayman. Sizce Amerika'daki Sünni Amerika'nın Sünni emraları vatanımızdaki kameralarının sistemisi besip girip yüz berayotgan zulümlerini ko'ralamdi. Jazo lageri yoki o'lim lagerining ichidagi o'rnatilgan kameralarchi deb bir qilishni so'rabdi. Yo'q, nima desangiz, o bizim vatandagi kameralar o yani uzillamandi. Uyg'urlarning uyida masalanga, men bu o'tgan hafta ma'lumotda chiqargan videolarni unutib qolibman. Hozir Urumchidagi Uyg'urlarning o'ldirgim kamera o'rib turibdi. Hozir hamma kamera bor. Biraz ko'p turgan narsa bor uyda. Ana uni bir yaqinni topqanlik uchun osmondagi sun'iy emravlar unda yiqilib narsani topib olmaydi. Men mushu soda ishlab boqqandircha. Aslida bu asli bilaman. Hozir osmondagi sun'iy emravlar yerdagi odamlarniki ayollarni farqlaydi. Ermi ayolmi degan narsani. Ashliq darajada kameralar bor sun'iy emravniki. Lekin unda yuqori emas. Ular hargiz yer yuzidagi kameralarga yetmaydi. Balığı başaraq bo'lganligi uchun enalik darajasi deymiz biz kirish enalik darajasi. O odatda shu 1 metr atrofida eng yaxshi bo'lsin. Yoki 50 santimetr atrofida bo'ladi. Unda kichik apag'i bo'lmaydi bu. Endi o yer yuzi tortilgan o uçlarni qanday olmasa shu uçlarning o'zini endi turartib o'g'irlab turib qo'yilishi mumkin. Shunga bizim vatanda bo'layotgan ishlarni kuzatib turgan sun'iy bor. O sana qatqan sun'iy emralar bor. Lekin enalik darajasi yerdagi kameradagi bo'lmaydi. Uyg'urlar qanday qilsa eng asosiy fen texnik bilimlarini umumiy holda o'rgangili bo'ladi, o'rganaydi debdi. Endi men buni to'liq deb kelyapman. Vatandagilarga o'zimizga chaqirib qolgan sistem ma'rifi degan ma'rifni dedim. Tabiiy fan, texnologiya, injenerlik va matematika, musayiz yurish qilish. Hozir dunyodagi taraqqiyot millatlarning hammasi shu 4 sohada imkon oldida. Endi hozir bu vatandagi ahvol, vatan haqida bizniki hech qanday kontrolligimiz yo'q hozir endi. Hozir vatanning hech qanday ishini biz belgilamaymiz. Bu ishlardan quruq qolib hozir. Endi chet eldagilar uchun qancha o'qiyman desa o'qish fursati bor. Shunga men to'xtamay deb kelayotgan shu
Birisi ota-onalar uchun agar bolangizni kam deganda oliy maktabni bitiruvchi o'qitmasangiz, o'zingizniki millat uchun, millatning oldidagi burchingizni to'liq ado qilgan bo'lmaysiz bundan keyin. Chet elda shuncha yosh bo'lsa bor, shuning uchun bolangizni yosh tarbiyalash uchun oliy maktab to'liq kursini bitirib o'qitishingiz kerak. Endi chet elga chiqib olgan yoshlar hozir chet elga chiqib olib, u bu sababdan har xil odat kasbga kirib qolganlar bor. Undan boshqa g'ururlik qilib kirib qolganlar oz emas. Meniki deydiganim, bundan keyin hozir chet elga chiqib bo'lgan Uyg'urlarda chuqur bir yangicha turmush qilish kerak bo'lmasligida. Bizniki o'zimizni kuchaytirishi, har bir odamniki o'zini kuchaytirishi faqat o'zlari cheklanib qolmaydi bundan keyin. Bu millatning taqdirini belgilagan ish. Başta bu aşka asta burunki g'ururliklarimizni tashlab endi chuqur xalqarodagi eng keskin kasb, eng oldingi kasb, eng tez kasb aşağıya kirib shu yerda o'qib, shu yerda biz chiqadigan mushtarak yuzlashimiz kerak. Bu tabiiy fan sohalarining ko'pincha izlanish nimasida begalaqi yordam talab qiladigan nimasi yuqori bo'lganlar o'xshaydi. Masalan, yuqori cho'ng mablag' yoki cho'ng bir kuch bo'lmasa, aqldan destek, ya'ni yordamda bo'ladigan. Buni ishlatilmaydi ekanda ko'pincha albatta. Bizda bo'lg'achqa bizdek bir hozir vatandagi ahvolimiz yo vatan sirtidagi ahvolimizdan Xitoyning yoki bizning bu vatansizlik ahvolimizdan asosan undaq bir davlat darajalik yordamga erishish fursatini oz bo'ladi deb bir hal tavrab qilishi yoki umidsiz qarishi mumkin. Buning qanday nimalar bor aslida ki tavsiyalar? Hozir qarang, bu mesela Türkiye'de kiyimchilik şirketleri kuruldu Uyg'urlarniki. Yaqinda bir rezil şirketim kuruluptu. Bu xabarni oldim. Muborak bo'lsin. Pek hoş oldum. Endi yuqori texnik sohasida agar siz o'qiyotgan vaqtingizda ashta bir ideyalar bo'lib qolsa, eng yaxshi buni taqitish manbasi ma'lum. Sizga ustoz bo'lgan odam orqali shu kasbni tashkil qilib, ideyani tashkil qilib, shu orqali shunga mablag' solgan odamlarni topib bo'ladi. Oliy maktablardan. Agar oliy maktab bitirib bo'lgan chog'da bunday ideya bo'lib qolsa, shu VC deydi, venture capitalist deydi inglizcha. Datcomchi mablag'chilar. Tavakkülçi mablag'chilar bor. Bular davomli kimda yangi ideya bordi, tarafı yurdi. Meniki burun olgan bir patentlarim bor endi. Yeni patentlarim chiqqan chog'da xalqlar meni izlab kelgan. Shu mablag' soldiqalar bizning shirkatga kirib so'zlab bergan bo'lsa, sizniki mush patentim pul beramdi hozir debchi. Ashta qilganlar bor. Shunga yaxshi ideyalar qat'iy quruq qolmaydi. Uni uchoqliq andish qilmay, agar yaxshi ideyalar bo'lib qolsa, uni qo'rqmay, uni qo'shish kerak. Shu Elon Musk'niki eng chong alaydiganlardan birisi. Men buni buruq yozgan maqolalarimda ko'p degan ta'limshunoslik, muvaffaqiyatshunoslik maqolalarimda. Odamda bir xil tavakkülchilik ro'yi bo'lishi kerak. Bakın neymiş olsa qo'rqib o'tirsa, ishni chiqib olmaydi. Ba'zi joylarda datkomda tushib o'tirgan, sinab bekib uni sinab baxmoqchilik o'yga aqamli ahmonni qo'llamaydi. Shunga Uyg'urlarning bundagi mashinalar bir ruhni tilbirish kerak. Bu kamib qas bo'lmaydi. Ya'ni mag'lub bo'lishdan qo'rqmaslik kerak. To'g'ri. U mag'lub bo'lish odatga ish. Zaten muvaffaqiyat qozonman degan odamlar amaliyotda ko'proq 70% vaqtlarda mag'lub bo'lib, lekin muvaffaqiyat qozondi oxirida. Aslida o'zi chiqadigan ish yo'q. Allah razı olsun. Bu nima vaqtimiz saq bir soat bo'ldi. Bo'ldi. Bundan tugatdik sizni erkatdingiz sana oyada hozir soat 23 bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Har kun siz ko'p javob chiqyapsiz. Yaxshi. Layli men keyincha yana mustafa yangroq nasib qolsa o'zimiz sizga deyman. Ma'qul. Ayrimlarni yetkazmay mustafa bir safar o'tkazib qilaylik xalqimizga. Bo'ldi. Ma'qul. Ashta qil. Bo'ldilar, amon bo'ling. İzliyotimiz deb hamma narsani tashlab etgan bo'lmaydi. Kelajak dunyodagi rizqimizni albatta unutib qolsak da bo'lmaydi. Bo'ldi, ko'p rahmat. Unda bo'lsa, oldimiz kunlarda boshqa fursatlarda ko'rishamiz. Amon bo'ling. Rahmat. Xayr, xo'sh Allohga emanet. Amon Allohga.
Muhterem qarindoshlar, bugungi programma bu kadar bo'ldi. Dunyodagi eng cho'ng boylar qatorida o'rin olgan texnik dunyosiningki eng cho'ng tavakkulchilik hikoyalari bilan tanilgan Elon Musk apandininki bir qancha turlarda ilib bo'layotgan g'alaba va mag'lubiyatlik kechmişlerini o'rtoqlashib bergan bo'ldi. Erkin apandim. Aldığımız günlerde yeni başka programlarda tekrar yüz görüşkice. Sizlerim Cenab-ı Allah tapşırımız. Aman bolağlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.